Toza koreyskiy Kia Optima'ni tinig'ini olib kelib qo'ydim. Mashinani turishini qaranglar. Chorniy Pantera bo'lib turibdi. Derskiyligini ko'rasizlar. Mashinani narxini zo'r qo'yaman. Yaqin tanishingizga cho'chimasdan tashab qo'ying. Bunaqa narxga topish qiyin. 12 ming, 13 ming qo'yib qo'yishgan boshqa kanaldagi. Mashina ichlari ham, salonlari ham gap bo'lishi mumkin emas. Tanu bo'lib turibdi. Qaranglar, bejeviy salon. Hech qanaqa elektronniy ошибкалari, kamchiliklari yo'q ekan. Motor, korobka, ходовойлari ham hammasi idealniy ekan. Bemalol cho'chimasdan olsangiz bo'ladi, qo'rqmasdan. Mashinaning 4 ta balonlari ham yaxshi. Foydalanishga tayyor. Yurasizlar, olasizlar, haydaysizlar. Yonib turibdi. Faralari ham chiroyli ishlangan. Bunaqa tanu mashinalarni hozirgi kunda topish qiyin. Narxini ham 9900 ga cho'chimasdan jo'natib qo'ying tanishingizga. Oybi avtodan uzoqlashmang. Shunaqa mashinalarni yo'qotmaslik uchun podpiska bosib qo'ying. 9900 ga 2012-yil. 12-yil keyin $700 оформление ketar ekan, gayriga расход bo'lar ekan deb o'tirmaysizlar. Genini ham qilib beriladi, gen davenisi berilar ekan. Bemalol olib haydasanglar bo'ladi. Sizlarga shunda 10 mingga tushar ekan mashina. Gentradan ko'ra yaxshiroqmi nima deysizlar? Kommentariyadan yozinglar. Men qo'yayotgan narxni Kia Optima'ni. Motori ham 2 litrli bo'ladi. Propani ham bor. Maza qilib olib haydaysizlar. Расходi yo'q. Olasizlar, minasizlar. Shu okizga, ukizga, otizga olib bersangiz ham arziydi. Yumshoq mashina. Kema suzib yuraverasizlar. Foydalanib qolinglar. Barakasini bersin.